narsalarimizdan birisi kompyuter, shu kompyuter hozir xarakteristikasini ko'rish kerak. Bu yerda puskga bosamiz, bu yerda yana настройки, parametri. Bu yerdan sistemaga kiramiz. Eng oxirida A sistema degani bor. Bu yerda yana operativniy pamять, 16 GB, protsessor, i5 3-chi pokoleniya video adapter va video kartasi 4 GB, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Pamять esa 1 terabayt ekan. Bu yerdan shu xarakteristikalar, keyin bu yerda tip sistema 64, разрядная operatsion sistema, protsessor x64. Buni skachat etganda yana bittagini ko'rganimizda 64ligini skachat etdik. Shunda yana Windows 10 Pro